hammaga yoqadigan, lekin siz yemaydigan ovqat. Osh. Voy. Eng yomon ko'rganim. Voy. Sizga? Manda moshxo'rda. Voy, mazyo'man. Moshxo'rda. Moshxo'rda. Bilmayman, во-первых, allergiyam bor, a во-вторых, yeyolmayman o'zi вообще, umuman. A sizga nima uchun osh yoqmaydi? Yog'li chunki. Yoqmaydi-da. I ham bilmayman, yoqmaydi prosta. Ovqat tanlamayman lekin. Osh hammaga yoqadigan. Siz yemaysizmi? Ja yoqtirmayman. Bilmayman nimaga. U hamma yoqtiradi endi bizning milliy taomimiz. Bilmayman. Osh deb qo'yildi. Hamma yoqtiradi. Siznikichi? Hamma ovqatni yoqtiraman, yoqtirmaydigan ovqatim yo'q. Baqlajon bo'lsa kerak. Osh. Nima uchun? Yoqtirmayman. Nima? Umuman yemaysizmi? Yo'q, yeyman, no uncha yaxshi ko'rib emas-da. Men o'zim sushi yoqtirmayman. Hamma yoqtiradi, bilmadim, vkusini nima qilmadim, ta'mini. Yeb ko'rganmisiz? Yeb ko'rdim, lekin yoqmadi. Lekin farzandlarimga yoqadi. Osh. Nima uchun? Sababi o'zbek milliy taomi yaxshi ko'raman oshni, lekin ko'chadan sotib olib yeyolmayman. Sababi sabzi iste'mol qilmayman. Sabzi ajratib yeyishga noqulay bo'lganligi uchun voz kechganman bu taomdan. Gulkaram. Nima uchun? Bilmayman, ta'midan deb tur. Shunaqa bo'lsa kerak. Baliq. Sizga? Bilmasam. O'ylab ko'rmagan ekanman. Men taomdan oqaman, lekin